Do'stlar, xudo xolasa endi pizza pishirish oson bo'ldi, sabab pizza pishiradigan nimalarimiz keldi do'stlar, pechkalarimiz. Pechkalarimiz do'stlar 4 xil, 5 xil pozitsiyasi bor ekan. Hammasini narxini aytishga ulama qilmayman, lekin eng arzon do'stlar $550 dan boshlab $1350 gacha. Pozitsiyalarni tushuntirib berib ketaman do'stlar mana. Birinchisi oddiysi bittaligi do'stlar. Bunisi taxminan $650-700 atrofida do'stlar, $500 ni ham hozir ko'rsataman, narada joylashgan. Ruchkasi hali qo'yilmagan do'stlar, mana ichkarida turibdi ruchkasi. Bitta pizzani bemalol pishiraveradi. Endi bu mana bittaliklari. Endi ikkita katta-kattasi bittaniga pishiraman degan bo'lsa, mana bunisi bor do'stlar. Xudo xolasa 400 gradusgacha isitadi. Ikkita nimani alohida qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Bemalol pishirib qilaverasizlar. Xo'p, endi nimalari bor? Mana bu narsalari bular alohida ekan do'stlar, $10-15 dan bo'ladi. Pechkalarimiz o'sha 4 xil pozitsiyasi aytgandagi. Bu mana bittalik pozitsiyani o'sha kengroq, narigi kichikroq bo'lsa, bunisi kattaroq pizzalarga qarshi. Endi ikkitalik pechka pozitsiyamiz bor. Bular o'sha $1350 atrofida chiqadi do'stlar. Bemalol to'ta pizzeriyalarga, hali oppoq bola, keyin nima, bubu pizza, yana lolo pizzalar, shunaqa hammasi shunday ishlatishadi, katta-kattasida. Endi eng arzon do'stlar $550 bo'ladi. Oldin $650 sotilgan narsa, bu optim narxda do'stlar, shuni ham hisobga olsanglar, birinchi qo'l narxlarni aytyapmiz. Bunisi mana shunisi $550 do'stlar. Bittalik keng pizza pishirsa bo'ladi. Faqat nimasi buniki elektronniy qo'llangan, narigilar mexanitskiy. Endi mexanitskiy olasizmi, elektron olasizmi, o'zingiz vibr qilasiz. Agar sizga ham pizza apparatlar, har xil turdagi pechlar yoki qurilish anjom mahsulotlari kerak bo'lsa, ekranda raqam qo'yib turibmiz, aloqa qilib turib, mana bu narsadan kerak desangiz, xudo xolasa topib beramiz. Narxasi optim narxda aytyapmiz. Pastda raqamni qoldirdik.